Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Mana bugun 19-fevral sanasi xaridorlarimizga archalar ko'chirishlarni boshladik. Mana bu yerda sadda archa, kitob archalar bor. Mana shu holatda tayyorlab beryapmiz. Agar sizlarga ham shunday archalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Nomerlarimiz kanalimizga yozilgan. Bizga ko'msiz holatda ko'chirishga buyurtma berilgan. Mana kimgadir kerak bo'lsa, mana ko'mli holdan ko'chirib beramiz. Mana ranglar kirib bo'ldi, yam-yashil holda.